Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Abduri Yar Muhammed Tayir To'g'liq. Men bu əsrimni farzandlarimizning baxt saadati uchun o'zlarini beg'ishlayotgan ota-onalarga va ko'yimchan ustozlarga beg'ishlayman. Bolalar shundoq murojaat qiladi. Bizga yaxshi ota-onalarni, iqtidorli ustozlarni beringlar. Aldınqılarning ilg'or ish izlarini avlodlarning davomlashtira olishi eng sharaflik. İnsoniyat to'lib toshgan umid va ishonch bilan 21 asrga qadam qo'ydi. Yangi asr farzandlarimizni intayin keskin va raqobat bilan kutib oladi. Farzandlarimiz tarixning hayot mamatlik siniqiga bardoshlik berib, insoniyatning bir a'zosi sifatida o'z rolini joriy qildira olishi ularning atrofliq tarbiyalanishiga bog'liq muhim ish. Uyg'ur bolalari aqlliq va jasoratlik, faqat ular har jihatlardan atrofliq tarbiyalanish fursatiga ega bo'la olsalar, o'zida tangdarsiz iqtidorni yetildira oladi. Sapaslashtirmasida oldingi qatorga o'ta oladi. Bu ulug'vor nishonga yetish uchun oila, maktab va jamiyatdan iborat 3 tarafning bir niyati terishishini qo'lga keltirish zarur. Oila tarbiyasi talabida ota-onalarning saposi intayin muhim. Buning uchun ota-onalar va qiz-yigitlar o'zini atrofliq, zamonga loyiq ong bilan tarbiyalash bilan birga farzand tarbiyalash san'atiga moyil bo'lishi, farzand tarbiyasiga doir ilmiy bilimlardan xabardor bo'lishi kerak. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi degan bu qo'llanmani Abdur Yar Muhammed Tayir xili zo'r tirishchilik ko'rsatib yezib chiqibdi. Kitobda xalqimizning farzand tarbiyasiga qo'yilgan muhim va mohiyatli nuqtalar xili cho'nqur, atrofliq yo'ritilibdi. Kitob sistemalik va ommabop ekan. Menimcha bu kitob farzand tarbiyasi masalasi qiziq nuqta bo'layotgan nihoyat yaxshi paytda nashr qilindi. Asar bola tarbiyalash jihatda yaxshi qo'llanma bo'lib, ota-onalar izlanayotgan muhim masalalarga javob bera oladi deb qarayman. Men shu munosabat bilan jafoliq ajr singdirib bu asarni barliq keltirgan muallifga rahmat etish bilan birga xalqimizning farzand tarbiyasidan iborat bu eng muhim ishiga barliq sohalarning o'rtaq ko'ngil bo'lishini umid qilaman. Mahinur Qosim. Yuqori sapoliq farzandlar atrofliq tarbiyalanish orqali yetishib chiqadi. Uyg'ur xalqi eng qadimki madaniyatlik millatlarning biri. Ular mo'l madaniyat boyliqlarini yaratib qolmay, ilg'or farzand tarbiyasi an'anasini barliq keltirgan. Tarixda dunyoga mashhur davlat arboblari, siyosiy o'nlar, madaniyat peshvolari, buyuk olimlar va tangdarsiz qahramonlarni tavallud qilib, dunyo madaniyat munbirida o'zlarining aql farosatini joriy qildirgan. Keyingi o'tir asrdan tartib Uyg'urlarning ta'lim-tarbiya hayotida keskin burilish bo'ldi. Uyg'ur bolalari xurofotliq, tarki dunyolik to'g'riga band qilinib, o'zidan va asli mohiyatdan zo'r darajada yiroqlashtirildi. Bundaq feodallik, bo'yinturuq va xurofiy targ'ibotlar xalqning aql farosatini tormozlaydigan, yashash iqtidori qolib soladigan, baxt saodat va go'zal istiqbol yo'lida hang paydo qiladigan qabohatlik izitqi bo'lgandi. Natijada qadimki insoniyatning madaniyat sifida oldingi qatorda turgan bu millat barbara ro'yi jihatdan zaiflashib, o'zida bor bo'lgan ijodchanlik va qahramonlik ruhini sustlashtirib, madaniyat jihatda zo'r darajada chekinib ketgan. Ma'lumki, ta'lim-tarbiya xarakterining qanday bo'lishi farzandlarning taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatadigan eng muhim omil bo'lib qoladi. Chunki tarixdagi har qanday ulug' mo'jizaning hammasi ta'lim-tarbiyaning xosiyati, kishilik hayotdagi eng dahshatli tragediyalarning yiltizi nodonlik. Shunga farzand tarbiyasi davlatning va millatning taqdiri bilan munosabatli bo'lgan eng muhim mas'uliyatlarning biri. Hozir dunyo taraqqiy qildi. Insoniyat intayin yuksak madaniyat barpo qildi. Biroq biz dunyodagi millatlarning saposlashtirmasida keynida turamiz. Navbatda Jungo ma'rifi an'anaviy imtihon ma'rifining o'rniga sapa ma'rifini dadillik bilan dasatdi. Bu yaxshi fursatni chang tutib, Uyg'ur milliy ma'rifini dunyoga yuzlantirib, farzandlarni yuqori sapoliq odam qilib tarbiyalash uchun cho'qim oila tarbiyasi, maktab tarbiyasi, jamiyat tarbiyasidan iborat 3 tarafning o'rtaq hamkorligini qo'lga keltirish intayin muhim. Farzandlarimizni 21 asrda o'z ustiga tiralagan, ulug'vor mas'uliyatlarni ustiga ola oladigan iqtidor egalariga aylantirish kerak. Ular feodallik qaloq an'ananing bo'yinturuqlaridan uzil-kesil adat bo'lib, xurofotlik to'ridan qutulib, aql idriki va ilm faniga tayinib dunyoni o'zgartira oladigan, o'zini taraqqiy qildira oladigan zamonaviy ongga ega bo'lgan haqiqiy insoniy takomillikka ega bo'lsin. Ta'lim-tarbiyaning eng dastlabki ulini oila soladi. Ota-onalarning saposinin qanday bo'lishi farzandlarning saposiga zo'r darajada ta'sir ko'rsatadi. Uyg'ur jamiyatiga nisbatan aytganda, ota-onalarning saposi hozirgi zamonning talabidan xilli yiroq. Mutlaq ko'p sondagi ota-onalar muntazam, atrofliq tarbiyalanish fursatidan bahramand bo'la olmagan. Bu hol ularning xili ko'p tarafdan tarbiyalanishining zo'rligini taqozo qiladi. Ota-onalar maktablaridami
dal mushundoq zaruriyatdan ichilgan. Vaholanki bu sohada mukammalroq qo'llanma yo'q. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi degan bu kitobning yozilishi bu jihatdagi bo'shliqni ma'lum jihatda to'ldirdi. Kitobda jamiyat taqozo bo'layotgan, ota-onalar izlanayotgan, maktablar umid qilayotgan mohiyatlik nuqtalar nihoyat ommabop shaklda yoritilgan. Avtor intayin o'zgacha va ijodiy yo'l bilan Uyg'ur xalqining farzand tarbiyasi jihatdagi bilish natijalari va tajriba savoqlarini zamonaviy ong va ilg'or kishilik turmush qarashi bilan yo'g'irib sistemlashtirgan. Asar yolg'iz farzand tarbiyasi o'qishliqi bo'lish bilan cheklanmagan. Men uni tarbiyalaguvchi va tarbiyalanuvchilar uchun yaxshi bir kishilik turmush darsxonasi bo'ladi ekan deb qarayman. Meningcha bu asar oila bilan maktab o'rtasida yaxshi bir ko'rik bo'lib rol o'ynaydi. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik ma'rif nazoratining naziri Sattar Savut. Muqaddima. Xalq eng ulug' ana. Millatning kelajagi analar qo'lida. Balzak. Ey bola deb yurak bag'rini kavab, vujudini xarob qiladigan, bola uchun o'z ko'z qarchuqidan yo'l berib, ko'z yoshlaridan ko'l yasaydigan mehri otash ota-onalar. Sizlar ömürlük hayat daftaringlarga umid siyahlari bilan dard mehnat raqamlaridan farzand degan naqshni chekisizlar. Chunki farzand sizlarning pushtinglar, izbasaringlar, sizlar yetilmagan umid manziliga tug' alam qadaydigan umid chirig'inglar. Ajdodlar echib bergan hayotlik yo'lining davomlashishi yoki tamomlanishi farzandlarni qanday tarbiyalaganliginglarga bog'liq bo'ladi. Sizlar har kimning yaxshi yomon bo'lishini, ulug'lanishini yoki xorlanishini, himmatlik yoki himmatsiz bo'lishini, baxtlik yoki baxtsiz bo'lishini hargiz ularning peshonasiga mutlaq putilgan demanglar. Bu olamni sabab olimi deysizlar-ku. Agar farzandlarda yomon sifatlarni ko'rganinglarda o'zinglarning amal ayniga qaranglar. Farzand sizlarningki, ularning kelajagi yanada sizlarning qo'linglarda. Kishilik jamiyatda ota-ona bilan farzandlarning munosabatidek yaqin mehr-muhabbat bo'lmaydi. Ota-onalarning farzandlariga bergan mehr-muhabbatini u insoniyat olamidagi yana bir odamdan ola olmaydi. Farzand bu dunyoga ko'z ochgandan boshlabla sizlar farzand uchun yashashga boshlaysizlar. Ko'zinglar farzand sababli ko'rdi, yurakinglar farzand uchun so'qidi. Butun arzu-armoninglar farzandlar ustiga terildi. Yemay yegizsizlar, kiymay kiygizsizlar. Farzand sababli mehnat yukinglar ig'irlaydi. G'izoyinglar farzand ximi bo'lishga boshlaydi. Shuning bilan sizlar o'zinglarning jamiyatda ustinglarga nihoyat ig'ir mas'uliyatning ortilganligini his qilib yetisizlar. Shuna qilib o'zinglarning baxt saodat arzuyinglar hash-bash deguncha farzandlaringlarning istiqboli bilan yo'g'rilib ketganligini his qilsizlar. Darvaqa farzandlaringlarning baxti sizlarning baxtinglar. Farzandlaringlarning baxtsizligi sizlarning baxtsizliginglar. Farzandlaringlarning shodligi sizlarning shodliginglar. Farzandning g'am qayg'usi sizlarning azob uqubatinglar bo'lib qoladi. Yangi bir mehmon bu dunyoga ko'z ochib, "Enga" degan yig'i ovozini anglash bilan qalbinglarga tutashgan o't yoki o't taki sizlarning ko'zinglar mangulik yumulmag'icha o'chmaydi. Bu o't ba'zida ulg'ayib sizlarni ko'ydirib kul qilishga yaraydi. Ba'zida so'yindirib guldek ichildirdi. Farzandlarning aqlliq, axloqliq, yaramliq odam bo'lib kishilik jamiyatda bir kishilik o'rin tutganligini ko'rgan chig'inglardagi shodlik va baxt huzuri necha 10 yillab tatgan mushaqqat dog'larini yuyib, hardiqlarni chiqaradi. Agar farzandlar yaramsiz chiqib, elning qarg'ishiga nishon bo'lib qolsa, qalbinglar alamdan dog'landi. Darvaqa hech qaysinglar farzandlarning yaramas, aqlsiz, nodon, elga ofat odam bo'lib qilishini xohlamaysizlar. Balki vatan xalqning umidini aqlay oladigan, elning manfaati uchun o'zini pido qila oladigan, aqliy qobiliyati va bilimi bilan elning olqishiga va hurmatiga sazovor bo'lgan farzandlarning yetishib chiqishi uchun kecha-kunduz duoda bo'lasizlar. Afsuski, mundaq ulug' orzu tilak va duoning xosiyati bilanla farzandlarning beshiga baxt qushining qo'nmaydiganligini ko'rsizlar. Birimizning balasi shundoq aqlliq va fazilatlik, birimizning farzandi intayin fazilatsiz, nodon, döt bo'lib cho'ng bo'lganligini, birimizning farzandi yaxshi o'qib, doktor, olim bo'lib elga to'hib qo'shayotgan, birimizning farzandi kecha-kunduz restoran, qavoqxona aralab yurgan, tayyorga hayyor bo'lib ichib chekib oilani so'rgan, birimizning farzandi guldek hunir bilan kishilarni rozi qilib, o'zini mu, oilasini mu rozi qilib baxtli yashayotgan, ba'zi farzandlar qo'lidan hech ish kelmay bekor talab, o'rinliq bilan umr bo'yi ota-onalarning va boshqalarning oyog'iga yiqilib turgan, ba'zi farzandlar haloldan pul tepib xalq uchun saxovatli ishlarni qilib, elning olqishiga muyassar bo'layotgan, yana ba'zi bolalar chiqish yo'li topolmay, tinab tamtirab oxir o'g'irliq, bulangchilik, qonunsizlik yo'lini tutib qamalayotgan, etilayotganlarni ochiq ko'rib turibdimiz.
Undaq bo'lsa, mundaq mohiyatlik farqning kelib chiqishidagi tüp sabab nima? Haqiqatan aytganda, hech qaysi ota-ona farzandimizning baxtsiz, harom tamoq bo'lib qolishini umid qilmaymiz. Hech qaysimiz ularning yaramsiz bo'lishini, qonunga xiloflik qilib turmada yetishini umid qilmaymiz. Afsuski, irodamizga qarshi holda ularning taqdirida yuqorqidek o'xshashmagan qismat kelib chiqadi. Hatto bir qo'rsaqdan tug'ilgan, bir xil muhitda cho'ng bo'lgan bir ota-onaning, bir muallimning tarbiyasini olgan ikki bolaning taqdiridimi o'xshashmagan qismatlar yuz beradigan. Yaxshi bolalarni ko'rganlar, ularni tarbiyalab o'stirgan ota-onalarga kalla yetişidu. Yaman, eski balalarını körgenler ata-analarga lanet o'qishga aldırışıdu. Vaholanki farzandlarning qandoq o'sib yetilishi ko'p taraflamalik omillarga bog'liq bo'ladi. Aile tarbiyasi va ta'siri, maktab tarbiyasi, farzandlarning tug'ma aqliy qobiliyati, jamiyatning ta'siri, iqtisodiy omil va irsiy xususiyat qatorliqlar farzand tarbiyasida bir-biriga ta'sir qiladi va bir-birini to'liqlaydi. Ularning ishidagi aile tarbiyasining o'rni va roli eng muhim. Bu nuqtada dunyodagi barliq pedagog va psixologlarning fikri birdek. Komenskiy mundaq deydi: inson tabiatiga bolalikda singdirgan fazilatlarla mustahkam va ishonchli bo'ladi. Dzержинskiy mundaq deydi: bolalarning gunohi va xizmatlari ko'p tarafdan ota-onalar zimmasiga tushadi va ularning vijdoniga havola qilinadi. Shuning uchun ota-ona bo'lish bir tarafdan burch, yana bir tarafdan yuksak mas'uliyat. Ota-onalarning ustiga tushgan bu xil burch va mas'uliyat xuddi xurjunning ikki qanotiga o'xshash, biriga oilaning burchi va mas'uliyati, yana biriga jamiyatning burchi va mas'uliyati yuklangan. Ailada mas'uliyatdan olganda har bir juft ayol o'zlarining urug'ini quritmaslik, oilaning chirig'ini o'chirmaslik va o'zlarining nom nishonini saqlab qolish uchun cho'qim farzandlik bo'lish kerak deb biladi. Yana bir tarafdan ota-onalar farzandlarini beqib, tarbiyalab jamiyatga qo'shish mas'uliyatini tushunadi. Ammo ish buning bilan bitmaydi. Haqiqiy mas'uliyatchan ota-onalar farzandlarining haqiqiy ma'nosidan olganda faqat o'ziga yoki oilasiga taalluq emasligini, shundaqla farzand ota-onalarning shaxsiy mulki emasligini tushunadi. Haqiqatan aytganda, bola tug'ilgandan keyin u bolaga ota-onalar mening deb igidorchilik qilib cho'ng qilsa-mu, amaliyotda mening degan bosqich intayin qisqa mezgillik, asosli hayot qismatining jamiyatga taalluq ekanligini tushunildi. Ikkinchi tarafdan qaraganda, tug'ib, non ash berib, chiroyli kiyindirib cho'ng qilib qo'yishning o'zila haqiqiy ma'nodagi ota-ona bo'lish burchini va mas'uliyatini ado qilganlik bo'lmaydi. Chunki hayvon tug'di. Balasiga shundoq mehribonlik ko'rsatdi. Yalab ketdi. Balalarni yirtqichlardan qo'g'dash uchun hatto o'zlarini pido qiladi. Undaq bo'lsa, hayvonning ota-onasi bilan odamning ota-onasining farqi nima? Bola tug'ib o'stirish odam bilan hayvonlar uchun o'rtaq qonuniyat. Biroq insonlar onalarining qimmati faqat bola tug'ib emitib cho'ng qilganligi bilan o'lchinib qoladigan bo'lsa, hayvonni tug'ib emitib cho'ng qiladi-ku. Buningdan qarashga bo'ladiki, ota-onalarning haqiqiy ma'nodagi insonning ota-onasi bo'lish sharti intayin buyuk mas'uliyat ustiga qurilgan bo'ladi. Shunga odam bo'lish sifatimiz bilan farzandlarning maqsadlik, nishonliq, angliq yo'sinda insoniy iqtidorga, insoniy qadr-qimmatga, insoniy fazilatga ega bo'lgan odam qilib tarbiyalab chiqish mas'uliyatimiz bor. Bu xil mas'uliyat o'zimizning baxt saodati bilanmi, farzandlarimizning kelajagi bilanmi, elning taqdiri, vatanning qudrat tepishi bilanmi munosabatlik zo'r ish. Bundaq yuksak mas'uliyatni haqiqiy ma'nosi bilan his qilgan ota-onalar shon-sharafga munosib ota-ona bo'lmoqning haqiqatan mushkul ekanligini his qiladi. Xalq ulug', biroq ular yanada eng ulug' fazilatli yaramliq avlodlarni tarbiyalab chiqishga muhtoj. Ulug' farzandlarning chiqishi tegi-taktidan olganda ulug' ota-onalarga bog'liq. Uyg'ur xalqi ilg'or farzand tarbiyasi an'anasiga ega. Tarixdan buyon Uyg'ur onalari o'zlarining yuksak mas'uliyat tuyg'usi va farzand tarbiyasidagi ilg'or tajribalariga tayinib, dunyoga dangliq ulug' shaxslarni jamiyatga chiqarib, vatanga, millatga tangdoshsiz shon-sharaflarni ilib keldi. Ular yurak qanini sarf qilib ulug' olimlarni, tangdoshsiz sarkardalarni, tonilgan siyosiyonlarni, mashhur davlat arboblarini tavallud qilib, layoqatli ota-ona bo'lish bilan Uyg'urlarning nom sharafini, Uyg'ur onalarining ulug'ligini namoyon qildi. Har bir tarixiy davr onalar ustiga shu davrga xos bo'lgan mas'uliyatni ortgan bo'ladi. Hozir tarix yangilandi. Davr o'zgardi. Turmush ritmi g'oyat zo'r darajada tezlashdi. Insoniyatning madaniyat taraqqiyot sur'ati uchqandek ilgirlamoqda. İnsaniyetning fan madaniyat safhasida zo'r yangilanish barliq keldi. Dunyo madaniyatining Uyg'urlarning an'anaviy madaniyatiga bo'lgan ta'siri intayin kuchli. Shuning uchun farzand tarbiyasiga qo'yilgan talab tixmi ig'ir. Ota-onalarning ustiga tushgan mas'uliyat tixmi yuqori.
Uyg'urlarning an'anaviy farzand tarbiyalash mazmuni va usulida yanada feodallik qalaq ta'lim tarbiya usulining ta'siri saqlanmoqda. Hozirgi davr ilg'or an'anaviy farzand tarbiyasi bilan sotsialistik zamonaviy ong'a ega madaniyatlik izbosarlarni tarbiyalashni birlashtirib, yuqori unum hosil qilishni talab qiladi. Balalarning yanada qalaqliq, nodonliq, hukmronligi ostidagi taqdir bo'yinturqida davomliq band bo'lib turishiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Hozirgi jamiyatda mutlaq ko'p sondagi Uyg'ur onalari uyg'ondi, ko'zi ochildi, nazar doirasi kengaydi. Shumi ular farzandlarini muntazam tarbiyalab, aqlliq, axloqliq va madaniyatlik avlodlarni tarbiyalash majburiyatining bor ekanligini tushunadi. Uyg'ur xalqi ulug' xalq. Ularning minglagan, millionlagan ulug' onalari bor. Ularning qo'lidan eng yaramli avlodlarning yetishib chiqishiga ishonamiz. Biroq biz shuni e'tirof qilmay tura olmaymizki, Uyg'ur ota-onalarining ko'p qismi hozirgi zamon ilg'or fan madaniyat tarbiyasini qabul qilishdan mahrum qolgan. Shunga ularda farzandlarni ilmiy usulda tarbiyalash jihatda tajriba va saviya kamchil. Bu hol ota-onalarning hozirgi davrining talab ehtiyojiga munosib holda farzand tarbiyalab chiqishini belgilik cheklamaga uchratadi. Men xeyli ilg'or va o'qimishli oilada atrofliq ta'lim tarbiyaga ega bo'ldim. Uyg'ur madaniyat tarixidan ozuq oldim. Uyg'ur jamiyatida 40 yil yashab, Uyg'ur xalqining ilg'or an'anasi bilan tarbiyalandim. Navbatda men bir dada bo'lish sifatim bilan millionlagan farzandlarimizning bir yaxshi tarbiyachisi bo'lishni bekm orzu qilatdim. Bu maqsadimni yanada Uyg'urlarning mas'uliyatchan onalarini tarbiyalash yo'li bilan ishga oshirg'ili bo'ladiganligini his qildim. Shuning bilan men hozirgacha yakunlagan bir qator tajriba savoqlarim Uyg'ur xalqining ilg'or ta'lim tarbiya an'anasi va hozirgi zamon ilm fanining ilmiy usullarini birlashtirish asosida bu qo'llanmani yozib chiqdim. Qo'llanmada quruq nazariyaviy masalalarni so'zlashdan imkon bor saqlanib, ota-onalarning har bir masalaning mohiyatlik taraflarini tushunib olishiga yordami bo'lsin uchun muhim qonuniyatlik taraflarni konkret bayon qildim. Yana bir jihatdan ota-onalarni yetaklash va ularga yordami bo'lar degan niyatda tarbiyaning muhim bir usuli bo'lgan nasihatdan namunalarni kirgizdim. Zarur tepilganda bir qism qimmatli hikoyalarni qistirdim. Agar bu qo'llanma ota-onalarning qabul qilishi va foydalanishiga arzib qolsa, o'zimni to'liq baxtiyor hisoblagan bo'lardim. Mening umid va ishonchim shuki, bu asrim farzandlarning ikkinchi ota-onasi bo'lgan o'qituvchi ustozlar bilan oila boshliqlari o'tirsida bir ko'riklik rol o'ynag'isi. O'qituvchilarning kitobni o'qitib, odamni tarbiyalashi uchun yordamchi bo'lg'usi. Yeni to'y qilish oldida turgan qiz yigitlarimizmi bu kitobdan tegishlik ma'naviy ozuq ola olsa, keyingi turmush utuqliq, ma'nilik va baxtiyor bo'lg'usi. Birinchi bob farzand tarbiyasi mu qonuniyatlik san'at. Birinchi, farzand tarbiyasi haqida umumiy tushuncha. Ota-ona bolalarni tepish, ularga yegizish, ichkizish bilan o'z majburiyatining 3dan 1ni o'rinlagan bo'ladi. Muhimi bolalarni yaramli odam qilib, jamiyatga qo'shish. J. Rosso. Bu kişinin kimligini bilmedim. Ailenin ve aile hayatının en mühim maqsadi ve muddası farzand tarbiyasidan ibaret. Çünkü farzand bir ailenin en etibarlıq beği ve qimmatlik törüki. Farzandlar yaramlıq tarbiyalansa, aileyi şadxuramlıq ve şan-şərəf elib kelidi. Yaramsız farzand ailege köp ziyonlarni keltirdi. Farzandlarni tarbiyalash hargizmi yolg'iz ailening manfaati, ota-onaning xushalliqi uchun bo'lmaydi. Balki ularning jamiyatga, elga ve insoniyatga foydali odam bo'lib chiqishini oldingi nishon qiladi. Uyg'ur xalqining qadimdan buyangi farzand tarbiyasidagi tub muddaosi farzandlarning el uchun foydali odam bo'lishini maqsad qilgan. Ulug' olim Mahmud Qashqari farzandlarga murojaat qilib, "Ey o'g'il, mendan o'git, nasihat ol, fazilatlik bo'l, el orasida ulug' olim bo'lib, bilimingni tarqat" degan. Yusuf Hasajib ana farzandidan o'g'irliqchi su olsa, o farzand elga obat bo'ladi deb eskartgan. Ko'rishga bo'ladiki, Uyg'ur xalqi farzandlarning yetuk olim bo'lib chiqishimi elga bo'ladi, yaramsiz bo'lib qilishimi yanada elga bo'ladi deb qargan. Bu nuqtadan qaraganda farzand tarbiyasida muddao va maqsad intayin muhim. Farzand tarbiyasi eng mushaqqatlik va eng buyuk san'at. Bu san'atning o'ziga xos qonuniyati bor. Insoniyatning tunji maktabi oila bo'lgan. Mana shu uzun asrlar davomida kishilar o'zlarini uzluksiz takomillashtirishda oila tarbiyasidan hargiz ayrilmadi.
Bu jarayonda ta'lim-tarbiyaning usuli, chora-tadbirlari va qadam bosqichlari haqida ko'plagan qimmatli tajriba saboqlarni to'pladi. Shundoq bo'lsa-mu, farzand tarbiyasi uchun hammaga o'rtaq bo'lgan o'lcham va qilib bo'lgan emas. Chunki yashash sharoiti, urf-odatlari, diniy e'tiqodi, madaniyat saviyasi, qimmat qarashi va an'anasining o'xshamasligi qatorliqlarga munosib holda har qaysi millatlarning o'ziga xos an'anaviy farzand tarbiyalash usullari va mazmuni bo'ladi. Yana bir tarafdan tarixiy taraqqiyot jarayonida madaniyatning taraqqiy qilishi, ongning o'zgarishi va qimmat qarashida hamda farzand tarbiyasining mazmunida belgilik o'zgarish yasashni taqozo qiladi. Bu farzand tarbiyasi ishining intayin murakkab va nozik bir ijtimoiy masala ekanligini uqtirdi. Uyg'ur xalqi insoniyat to'pining bir a'zosi sifatida 21-asrning muqaddas bozog'isiga qadam qo'ydi. Biroq Uyg'ur xalqining hozirgi inson saposi silishtirmasida tutgan o'rni intayin keyinda. Turmush va madaniyat saviyasi tuvan. Bu bizning yashash iqtidorimizning texnik noyati tuvan ekanligini ko'rsatadi. Mohiyatdan olganda ta'lim-tarbiyaning tub maqsadi farzandlarning yashash iqtidorini yuqori ko'tarish va qandoq yashashga o'rgatish. Buning uchun oldi bilan farzandlar uchun ta'lim-tarbiya sharoitini yaratishimiz va barpo qilishimizga to'g'ri keladi. Ta'lim-tarbiya sharoiti deganda birinchi bosqich oila sharoitini va oilaning ta'lim-tarbiya sharoitini ko'rsatadi. İkinci bosqich maktab tarbiyasini ko'rsatadi. Uchinchi bosqich jamiyat tarbiyasi va ta'sirini ko'rsatadi. Bu uch omilning biri yana biriga ta'sir ko'rsatadi, biri yana biriga asos soladi. Bir-birini to'liqlab, bir butun mukammal odamning jamiyatga chiqishini kafolatga ega qiladi. Jamiyat ailenin jamiyatga davrga moslashishini taqozo qiladi. Ailemu jamiyatning kontrolligini va nazoratini qabul qiladi. Chunki odam jamiyat yashaydi. Jamiyatning qimmatini topadi. Har bir farzandning yaxshi yoki yomon tarbiyalanishi jamiyatga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shunga farzand tarbiyasi farzandlarning taqdiri bilanmi, oilaning istiqboli bilanmi, millatning gullanishi va taraqqiyoti bilanmi favqulodda munosabatlik intayin buyuk qurilish. 21-asr Uyg'ur ota-onalarga muhim va muqaddas majburiyatni ortdi. Farzandlarning aqlliq, iqtidorli, fazilatlik, madaniyatlik bir avlod bo'lib tarbiyalanib chiqishini asosli oila ustiga oladi. Chunki oila bir tarafdan asosiy uni solg'ichi, yana bir tarafdan ota-onalar farzandlar uchun mangulik tarbiyachi. Bizning farzandlarimiz bizdanmi yaxshiroq yashashi, bizdan madaniyatli bo'lishi, bizdan iqtidorli yashash ro'yiga boy bo'lishi kerak. Biz tabiatimiz nuqtasidan madaniyatli millat bo'layli yoki keyin madaniyat jihati chekingan bo'layli, uning bilan hisoblashib o'ldirish ko'p natija bermas. Önümlük natija beradigan hozirgi bugungi holimizga o'ptaroq nazar silish. Biz o'zimizning nazarimiz va ko'zimiz bilan o'zimizni baholashdan ko'ra taraqqiyot topgan xalqlarning bizga qanday nazar bilan qarayotganligini, qanday baho berayotganligini o'zimizni baholashning o'lchami qilaylik. Sevimli ota-onalar, biz farzandlarimizning onaning qo'rsiqidan qanday tug'ilgan bo'lsa, yana shu paytgacha bu dunyodan ketishiga taqat qilsak bo'lmaydi. Ular bu dunyoda ko'proq narsalarni o'rgansin, o'zining odam ekanligini his qilsin. Bu dünyanın məişətlərdən bəhrəman bo'lishni o'rgansin. Vatan uchun, xalq uchun va zamin uchun yük bo'lmay, balki vatanning ig'ir yukini ustiga ola oladigan bo'lsin. Bundaq natija o'ng'ay qo'lga kelmaydi. Agar biz haqiqiy mohiyatni tushunsak, farzandlar uchun ta'lim-tarbiya oshnandan muhimroq. Oshnan faqat hayotga kafolatlik qiladi. Ta'lim-tarbiya tirik o'lik bo'lib qolmaslikqa kafolatlik qiladi. Undaq bo'lsa, bundaq ulug' mas'uliyatni ustiga oladigan ota-onalarga qo'yiladigan talab nima? İkinci, tarbiyachi qandaq bo'lsa, farzandmi shundaq bo'ladi. Bolalarning gunohimi, xizmatlarimi ko'p tarafdan ota-onalar zimmasiga tushadi va ularning vijdoniga havola qilindi. F.A. Dzerzhinsky. Bu kishining kimligini bilmadim. Uyg'ur xalq cho'chaklashida mundaq mazmundagi bir cho'chak bor. Burunqi zamonda shariat qonuni bir yosh bolani o'g'irlik qilib odam o'ldirganlik uchun darg'a esish jazosiga hukm qildi. Darg'a esish oldida qozi boladan qanday talab orzusining borligini so'rabdi. Bola qoziga onasi bilan oxirgi qatam bir ko'rishib orzusi borligini aytibdi. Qozi bolaning talabiga qo'shilib, uning onasini bolaning oldiga ilib kelibdi. Bu mehribon ona ko'zlaridan mo'ldirdek yosh to'kib bolani bag'riga bosmoq bo'pti. Bola anadan ko'ksini chiqarishni o'tinibdi. Bola onasining ko'ksini eg'iziga ilib, g'azab bilan tishlab uzib olibdi. Ay. Ana vayjon deb faryod ko'taribdi. Xaloyiq bu ishdan hayronlik his qilib, nima ish bo'lganligini uqmoq bo'pti. "Hey yigit," debdi qozi. "O'lish oldida nima uchun onangga bundaq alam qilasan? Buning nima siri bor?" "Bir qo'shiq qinimdan kechsila, ondan deb biraman," debdi yigit. Mulozimlar podshohga ahvolni ma'lum qilibdi. Podshoh "Bo'ladi, uning so'zini anglab boqayli," debdi. Bolaga so'zlashga ijozat beribdi.
Mening mushu ahvolga tushib qolishimning birinchi javobgori mushu onam, deb so'z boshlabdi yigit. Men kichik bola vaqtimda boshqalarning ko'ktatliqidan bir tutam chamg'ur yulib olib uyga ilib kirdim. Anam buni ko'rib, meni yaramliq balam, aqlliq balam deb maqtab ketdi. Shundan keyin men bundaq ishni uzluksiz davomlashtirdim. Cho'ng bo'lgansari boshqalarning to'xovlarini, tuxumlarini, mevalarini o'g'irladim. Anam yanada meni maqtaydi. Oxiri men o'g'irlikni kasb qilib oldim. Başqalarının qo'y kallarini o'g'irladim. Dunyoda yerilmaydigan qozon, sunmaydigan ko'zi yo'q degandek, bu da o'g'irlik qilib tutilib qolganimda oshkorni qilishdan qo'rqib, mol yegisini o'ltirib qo'ydim. Agar men birinchi qitim boshqalarning chamg'urini o'g'irlab kirgan chig'imda, onam meni, "Hu aqlsiz, nima degan sad ish bu? Mang, nadan olgan bo'lsang shu yerga olib qo'y" deb adab bergan bo'lsa, bugungi ahvolga tushib qolmagan bo'lardim. Yigit bir oz tinib, shundoq debdi. Anam bana süt bergen bilen adam bo'lish tarbiyasini bermegen ekan. Şuna emitken sütünge razı emasman deb shundoq qildim. Jamoat yigitning kechirmishlarini anglab sukutga tushibdi. Xaloyiq hilqi mehribon anaga tikilibdi. Podshoh bu ahvolni uqqandan keyin bolaning xunidan o'tishga amr qilibdi va onasini jazolashga buyuribdi. Farzandni söyməydigan, farzand üçün köyməydigan ata-ana yo'q. Biroq ata-analarning saposi, tarbiyalash san'atining o'xshamaslig'i farzandlarning mijoz xarakteri, axloqiy, aqliy qobiliyati va yashash iqtidoriga intayin farqli ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi ata-analarning haddidan ziyoda ko'yinishi farzandlarga ziyonkashlik qilishga ilib borsa, ba'zi ata-analarning farzandlarga qattiq talab qo'yishi farzandlarga baxt elib keladi. Demek, ballarga qattiq talab qo'yish haqiqiy ma'nosi bilan ko'yinish hisoblandi. Shunga ataqliq pedagoglar, psixologlar bu haqda qimmatli tajribalarni to'plagan. Lermontovning mundaq bir so'zi bor. Farzand tarbiyasi g'oyat mushaqqatli ish. Mana endi hammasi joyida bo'ldi deb o'ylaysan. Qarsang ishlar boshqacha, hammasi endi boshlanayotgan bo'ladi. Shunga bola tarbiyasi uchun davlatni boshqarishdan alohida cho'nqurroq ko'zlash, uningdan cho'nqurroq danishmanlik kerak. O cinnin. Bo'ladi, shundoq. Bolasini yaxshi ko'rishni hatto hayvonlarmi biladi. Biroq odam tarbiyasi har qanday san'atdan ustun turadi. Har qanday mehribonlikdan mohiyatlik farq qiladi. Chunki bolalarni tarbiyalab yaramliq odam qilish atrofliq bilimni talab qiladigan ulug', jiddiy va alohida mas'uliyatli xizmat. Shunga yaramsiz onani bir botilka sutga o'xshatishga bo'ladi. Chunki nodon ona mehr-muhabbatning qanchalik cho'nqurligidan qat'iy nazar yomon tarbiyachi bo'lib qilaverdi. Aslida olganda ata-onalarning farzandlarga qoldirgan eng qimmatli merosi yaxshi tarbiya bo'lishi kerak. Yusuf Xasajib farzandlarga qoladigan eng qimmatli va mangulik meros ularni yaxshi, yaramliq tarbiyalash, ularga yaxshi nasihatlarni meros qoldirish bo'lsin. Mol dunyo meros qolgan bo'lsa, u tugaydi. Yaxshi tarbiya farzandlarga mangu hamroh, tugimas boylik bo'ladi degan. Vaiz Kashfining Go'zal axloq degan asrida bu xususda mundaq bir tipik hikoya qoldirilgan. Qimmatli meros. Misr podshohi Rum xalifasi bilan bo'lgan adovatni yuyib, do'stlik tartibini tuzdi hamda qizini uning o'g'liga nikohlab berdi. Shu sababli ikki mamlakat do'stlashib, gullanishga boshladi. Bu ikki podshoh cho'ng-kichik har qanday ishlarda bir-biri bilan maslahat qilishadi. Vaqtki Misr podshohi Rum podshohiga farzandimiz bizning tirikligimizning asosi va umrimizning tayanchisidir. Biz vafot bo'lgandan keyin nomi nishonimiz o'chidi. Hayotimizdan hech nima qolmaydi. Ularning bizdan keyin farog'atda xushal-xuram o'tishining g'amini yemak, ularning o'mligi, kerakli narsalar va maqsadlarning, maishatlarining fikrini qilmoq kerak. Men ojizam uchun nurg'un nafs matolar, yaxshi ot to'gilar, qul cho'rlar, bog' imoratlar va nurg'un mol dunyolarimni qoldirdim. Siz jahonni bezig'ichi o'g'lingizning maishati uchun qanday narsalarni tayyor qildingiz? deb nomi putib avatibdi. Rum xalifasi bu nomini o'qitib anglab, tabassum qilib mundaq javobnoma yozdi. Mal bevafo, xizmatkor, bebaqa narsadir. Uning hisobini qilmoq kerak. Bu fani dunyoning matolariga aldang'uliq emas. Men o'g'limni adab bezaklari bilan bezidim. Ilm hikmat bilan jabdundirdim. Uning uchun yaxshi sifat va adablarni qoldirdim. Chunki mal dunyoga zavolliq yetar. Ilm, hunar, adab, axloq zavolsizdir. Bu hikoya bizga shunday bir qonuniyatni his qildirdiki, o'zimizda nima bo'lsa farzandlarga shu meros qoladi. Ular sizlardan qanday narsani qabul qilgan bo'lsa, u ularning keyingi istiqboli uchun ulgu bo'ladi. Bolalarning yumron qalbiga hech bir narsa
үлгідек күчлük тәсір қылмайды və həmmə үлгілер ішində ata-ana үлgüsüdən alayda çoğunqurak və müstəhkəmrək orun alğan үлgü yox. Novchikov. Bu mu kimdi? Bu ma'nodan alğanda farzand tarbiyasida farzandlarni qandaq tarbiyalashdan ko'ra qandaq ata-onaning tarbiyalaguvchi bo'lishni oldingi shart qiladi. Yusuf Hasajib. Agar sana ay kabi qiz o'g'il tug'ilgan bo'lsa, uning tarbiyachisi o'zingli bo'lgan. Hech bo'lmaganda taqvodor, iqtidorliq, bilimlik, inik onani tarbiyachi qilib tanlab ol degan. Hozirgi real ahvoldan qaraganda yaxshi, iqtidorliq, farzand tarbiyasida mutaxassis ota-onalarmi ko'p. Lekin tug'ib qo'yishni bilib tarbiyalashni bilmaydigan, madaniyat saviyasi intayin tuvan, ilmiy farzand tarbiyalash san'atidan xabarsiz, o'zida odamiylik, iqtidor va insoniy fazilat yo'q, nadan ota-onalarmi oz emas. Shuning uchun ular tixi xurofotlikning to'ridan qutula olmay, bolalari ozuqliq yetishmaslik sababli beshi qapoqdek, bo'yni sapoqdek bo'lib qolsa, jin chaplashgan deb daxallarga o'qitib, o'pkisiga so'q tegib yollig'lansa, o't tutibdi deb isiriq silib hurib, dunyoga yangi ko'z ochgan buvoqlarning o'lib ketishiga sabab bo'lib atgan fojialar nihoyatda ko'p. Hech bo'lmaganda xili ko'p ota-onalar savodsizlik sababli kitob material ko'rmaganlik uchun farzandlarga biror yaxshi cho'chakni aytib berish orqali bolalarni bahramand qilishga tegishli ma'naviy ozuqqa qodir emasligini bilamiz. Shuncha chiroyli umoq bolalarning bosh qo'llarini haftada biror qatim bo'lsa-mu so'pillab yuyib qo'ymay, to'ng'irga bostirib qo'yib olgan beg'araz ota-onalar bizni tixmi ajablantirdi. Shunga ota-onalarning safosini o'stirish, ularni tarbiyalash davr taqozo qilgan muhim xizmat bo'lib qoldi. Undaq bo'lmaydi ekan, 21-asrga muvofiqlasha oladigan avlodlarni tarbiyalab chiqish mumkin bo'lmaydi.